Assalomu alaykum. Men Muhiddinova Ra'no, Farg'ona shahrida yashayman. 3 yildan beri shu limfadenopatiya kasalligi bilan davolanib turdim. Onkologiyada menga gistologiya qilamiz, operatsiya, ximiyalar taklif qilishgan, lekin men bosh tortib bu muolajalardan o'zim keraklicha muolajalar, yengil muolajalar qilib natija olmadim. Keyin bularni eshitib olib keldim mana Farg'onadan. O'tgan oyda birinchi etap licheniyasini 10 kunlik licheniyani oldim. Men kelganimda holatim isitma bilan, qattiq yo'tal bilan kelgandim. Menda limfalarim, bezlarim qo'ltig'imda asosan birinchi nimam shu kattaroq razmer shu qo'ltig'imda, keyin qolgan joylarimda o'sha limfalar kattalashgan normadan. Doktor bilan konsultatsiya oldim telefon orqali. 5-yanvarda licheniyani boshladim 10 kunlik. Men o'sha 3 kundan keyin Allohga shukr istamam tushib, og'riqlarim kamayib, ishtaham ochilishni boshladi. Xudoga shukr. Rahmat doktorlarga. Shu menga o'xshagan bilib bilmay onkologiyada licheniya olishi, mana ximiyalar olib, jigar kasalliklar keltirib, yana ham kasali avjlanib, noto'g'ri licheniyalar olib qo'yganlarga men tavsiya qilardim. Men shunda chin dilimdan taklif qilaman, mana shu licheniyani olishsin, yaxshi, kerakli muolaja ekanda. Men Xudoga shukr, mana shundan shifo topdim-da, mana Xudoga shukr. Ancha yaxshiman. Mana ikkinchi etapda olishni boshladim.